Assalomu alaykum. Hafta kuniga yakshanba 28-dekabr Qumtepa tovuq bozoridan syomkalarni boshladik. Bedanalar 60 mingdan. Bedalar nechta ekan? 60 ming. Erkakmi? Kim? Oradagilar bor ekan. Oradagilar necha bundan? Og'a 200 mingdan. To'g'larchi makonlar? Makoni yo'q. Bu makonlar. Ha, to'g'lar. To'g'lar. Naqdan. Necha bundan aka? Kaçlar? To'g'lar. Oğlan 120 bin. 120 mingdan. Bularchi? Bular ham shunaqami? Ha, bir xilda. 200 ming. Xo'roz necha pul tog'a? Katta xo'roz 150 bin. 150 ming. Bu broilerlarchi? Kaçlar? Broilerlar. Ürünlerimiz 120 bin. 120 ming so'mdan. G'ozlarchi? Oğlanlarımız 250 bin tane var. 250 ming ham bor. Bularchi? Makonlar. Şurada 120 bin tane var. 120 ming ham bor. Bular ham shunaqami? Ular çıkmadı. Ha, 150 dan. 150 dan. Navbat. Quyonlarchi? Yo'llarimiz kattasi 80 bin, kichkinalari 50 bin. Nomer qo'yib qo'yamiz tog'a? Nomer qo'yib qo'yamizmi YouTube'ga? Nomer qo'yasiz? YouTube'ga nomer qo'yasizmi tog'a? 99li 611 641 76 31. Telefon qilaverasizlar. Favoritlar bor ekan menda. G'o'li nechi pul ekan? 300 ming. Bu Galoviy favoritchi? Favoritlar nechi pul? 100 ming. 100 mingdan. Xo'rozlarchi? Ular ham 100 bin. 100 mingdan. Bu tovuqlarchi? 60 bindan. Qanchadan? 60 mingdan. Xo'rozchi? 100 bin yok. 100 ming. Tamam mı? Qo'yonlar nechi puldan ekan? 300 ming. Xo'rozlar 300 ming. G'o'lichi? Ha, sizdan emasmi? O'rdakchi? Burada 300 bin, 200 bin, 200 bin, 200 ming. 400 bin. 400 ming. Jupimi? Yo'q, semya. 400 ming. Bularchi? 4. 40 ming so'mdan. Bu g'ul nechi pul? 500 ming. Qo'yib qo'yibdi.